Temizler. Mana o'sha sizlar bilgan sizlar ko'rib turgan Zitko bor. Albatta video boshidan videoga like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Jigarlar hop. Mayli degandim qishloqqa bu yog'ini bu yoqqa qilib surat tashladi buni. Bu nima desalar bu vertolyot mermanga sovg'a qildi, har xil zombi apokalipsis yoki короче shunaqa g'alati narsalardan saqlanib olish uchun menga mer sovg'a qildilar. Desa bo'ladimi desa bitta shunisi bo'libdi. Men o'quvidagi sovuq qurol kech paytdan tushib ketibdi-ku, kech paytdan mer uxlamaydilar, chunki merni qiladigan ishlari ko'p. Men hozirda terishim kerak, shunaqa narsalar bo'ladi, bilasizlar. Kirka, tapur emas, napotka oladigan xullas fermerlarga kerak bo'ladigan narsalarim bormikin? Bo'lib qolsingchi, hozir merman вообще проглабol. Короче, bo'luka ishtimam yo'q ekan, bor ekan mana. Olaman so'p bor oldim, qo'shim kerak hatto meram farqli qilolmaydilar. Mayli endi bunachilar o'tgan gal video oldimizda ko'rgan edilar. Yangi dijital kelib turib man qo'rqaman dedim, lekin tanib o'tishmadi. O'rtoqlarim o'tibdi, man qo'rqgan ekanman. Keyin mer ko'chadan ko'chaga yuraverganligi uchun bitta merroq kelishib
Ayetga tiqib qo'yishdi. O'shaning uchun ham obunachilar kimdir ashtab qishlarda yashasa bunaqa merlardan qilish kerak. Mer qiladigan yangilikni admindan so'ranglar. Admin kelib merlarni yangilashni shart obunachilar. Voy itarmalaring ey. O'zimni itaribman. Nimaga qillar yo'qmi? Qayoqda ular sang'ib yurishibdi-da ular. Yoki cho'milgani ketishdimigina? Yo'q, cho'milgani nima qiladi ular? Nimagadir yetdilar yo'q. Bolalarga yetdilar yo'qsa qanaqadir to'g'ri yetdilar boshda aylantirishadi. Voy, bir qanaqa chiqdi. Nima pishmagan emas, aytgan yangi boshimiz kerak. Bo'lmasa shahar olmaydi. O'shanisi bor bolalar. Topshirish kerak. Qishloqlar yo'lda. Qayerdagi qishloqlar? Hamma qishloqlarga qamalib qoldimi deb o'ylayapman-da bolam. Mana yo'qda qishloqi. Qishloqda yaxshimisan, bizimisan? Alaziku bo'ldi. Meni bugun tug'ilgan kunim. Tug'ilgan kuning? Jitelar qayerga ketishgandi? Jitelar bilmadim. Jitelarga qarab turganim yo'q. Ular hali bilishmaydi. Bitta jitel meni tug'ilgan kunimga mushuk sovg'a qildi. Mushuk ham shu yo'lda yuribdi. Yaxshi, zo'r. Tug'ilgan kuningni tabriklayman. Quruq bo'lsa ham. Rahmat. Obunachilar, ana bu qishloqning bugun tug'ilgan kuni ekan. Qilamiz endi. Mer. Nima deysan? Mer Anush. Mer qani? Mer bo'lamsan, nima? Hisob kitob qo'ydim. To'g'ri, yaqinda kelib o'zi nima kelganini manmi? Man narsalar so'kani chiqmadimi? Merziya mayli, qo'y joyiga tezroq. Hozir lekin nima qilaman? Ziyonni axlatga tashlab yubor. Nima qilamiz biz ziyonni? Yetishmayapti. Nimalar termadingmi? Yo'q, yerlarga mangirmayapti. Bu man eshaklarga gapga so'raydi.
nima unga prank qilyapsiz, u ham bechorayu dedilar. U bechora emas obunachilar. Uni tug'ilgan kunini marhamat qilamiz. Narsalarni sotib qo'ydilar. Mer zo'r narsalar sotib qo'yibdi-ku, qarang. To'g'ri, sovuq bo'lishi mumkin emas, lekin bolalar o'zam so'radi, qarang. Qurol yo'q ekan. Mayli bolalar, kirib qo'ying. Mana mer ko'rib asab qo'ymoqda nima olding, nima o'ynab qo'ysang deb asab qo'yishlari mumkin. Bolalar bunga telefon bo'lgan kun o'tadi. Shuncha tez Birgina o'ynakli uy sog'inmoqchiman. Ismitay bul. Obunachilar qo'rqmasam ham bo'laveradi. Ketdik obunachilar, tez qilamiz obunachilar. Hozir o'sha tug'ilgan kuni tezroq bo'ladi-ku. Obunachilar tez qilamiz obunachilar. Tez bo'laversammi? Obunachilar Ujitel qanaqa ahvolga keladi bu sovg'amdan bilmadimmi obunachilar, qanaqa fikr uyg'onadi unda, qanaqa fikr uyg'onmaydi unisini ham bilmayman. Короче, endi bu Ujitel obunachilar endi bu yog'ini ham qo'yamiz. Hop, bo'ldi obunachilar. Bu yog'ini tez qilishi kerak. Tez bu yog'iga ham qilamiz. Tez obunachilar. Buni tez bo'lolmay qolman, bolalar yurmayapman mashinaga tez bo'l. Hisobot tug'ilgan ertaga judayam mos bo'ldi. Mani aldagan ekan bugun deb. Lekin menga yetmayapti qachonligini. What the fuck obunachilar. What the fuck what you? Bola jazob bormaymiz ustini qo'yamiz. Obunachilar ishqilib kelib qolsa bo'ldi. Obunachilar xo'p. Obunachilar bul tezroq obunachilarga vaqt ketyapti. Ular shakari ham hozir shirin. Hozir uzoq ko'rsatsam sizlarga yoqmay qolishani. Obunachilar ketishyapti. O'sha qayoqqadir ketishdi, bilmadim, yo'q. Obunachilar bunda qilish
qilish qiyin, to'g'risini aytsam obunachilar. Lekin bolalar shunaqa kontent uchun like bosish juda ham kerak obunachilar. Buni kontentdan muncha youtuber chiqarmayapti. Kontent voyga tushibdi-ku bolalar. Buni hozir qoladi, bolalar uxlagani kelish kerak. Bolalar qolganini pauza qilaman obunachilar. Nega pauza desanglar, bolalar sizlarga ko'p vaqtinglarni olishni istayman obunachilar. Xo'p, bolalar obunachilar, mana dalishimni anchasini qildim. Bola u yog'igacha qilmadim. Endi yetimni topish kerak. Bolalar даже 1,5 soat ketdi. Obunachilar, mana solamiz, bola hali yo'g'imiz solamiz. Dalshi bu bizning ishlatish uchun berilgan, lekin buni uyimizga olib ketsak bo'lmaydi obunachilar. Ana endi obunachilar, uyimga kirib ozgincha kompyuter o'ynab, ozgincha yotaman, boshim og'riyapti. Qishloqqa keldingmi? Zikku, nima qilganing bu? Yoqmadimi? Yo'q. Kir uyimga. Kir. Qishloqqa kir. Zikku boy. Tabriklayman qishloqqa. Boy, rahmat. Arziysan sen qishloqqa. Obunachilar, qishloqqa mendan xafamisan bilmadim. Qishloqqa, to'xta qishloqqa. Titko boy, bu nima qilganing? Yoqmadimi? Yo'qdi, lekin o'ynak boshqachada. Qishloqqa agar bo'lsa mayli. Yaxshiroq zo'r chiqqan. Xo'p, mayli. Men ham uyimga kelib yotay bo'lmasa. Va bolalar charchadim obunachilar. Obunachilar, xayr obunachilar, mana o'sha sizlar bilgan